Qanaqa hozir ko'p aktiv ishlamasdan turib shaxsiy brend bo'yicha agentsiyamizni 40 ming oborot olib chiqamiz. Sof foydada hisoblaydigan bo'lsak, 20 ming sof foyda qolamiz har oy. Bu 1 oy emas, 2 oy emas, yilni boshidan beri xuddi shu tempda ishlab ketyapmiz. Lekin bu narsa bittada bo'lib qolganmi? Yo'q. 2023-yilda shuna holatga kelganmizki, 70 ming dollar agensiyadan o'zi kasb rezervida qarzga kirib ketgan. Shaxsan o'zim ham qarz kirib ketganman. 10 taga yaqin loyihamiz. Endi u payt chekimiz ham arzon edi. 2 ming dollardan bo'lsa ham hammasi bir vaqtda o'zi chiqib ketgan. Undan tashqari proyekt bor paytda ham Nosir hamma ishga javobgar bo'lardi. Videografika ham почти Nosir qaraydi, fonga ham, montajga ham har bitta mayda-chuda orqasidan o'zim yurardim va hech qachon hayolim kelmagan agensiyadan masshtabirovich qilish va keyingi etapga o'tkazish. Lekin o'sha holatdagi darsda shu holatgacha olib keldi. Hozir loyihalarimizdan eng arzon cheki 5 mingdan yaqin 2 oy ichida 4 ta davlatga chiqqan bo'lsam, 4 ta davlatga bemalol borib keldim. Hech qanaqa muammo bo'lmadi va hech qaysi loyiha telefon qilib Telegramdan xabar olgani yo'q. Bu degani agentda hozir kunda yaxshi tizim ketyapti va mana shu videoda qanaqa ketma-ketlikda qilingan va qanaqa qilib o'z agensiyangizni mana shu yil o'zida eng kam 10 ming dollardan yuqori oborot olib chiqishi 1 2 3 4 5 qadamlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Birinchi qilinadigan xato eng arzon chekka sotish. Agensiyada hech qachon arzonga ishlab bo'lmaydi. Raz qo'lingizdan ish kelyapti, raz qo'lingizdan proyektlar kelyapti, raz tesiz zo'rmi, raz proyektlar zo'r ketyapti, bo'l, qimmatroq sotish kerak. Agensiyada boshqa qanaqadir model yo'q. Ani zo'r ko'p proyekt olib tashlasam, 20 ta 30 ta proyekt olib tashlasam bo'lmaydi hech qachon. Agensiyada eng katta pul topadigan joy cheki katta bo'lganini hisobiga. Nimaga? Biz usul ko'rsatadigan biznesimiz. Ya'ni biz hech qanaqasiga 50 talab, 60 talab proyekt yurg'iza olmaymiz. Yurg'izdingmi, mass marketga kirdingmi, bo'ldi. Ishonavering, to'shda sifatingiz tushib ketadi. Ertaga bozorda 2-3 yildan keyin zo'r soqa topasiz, lekin umringizni qisqa bo'ladi, tez bozordan chiqib ketasiz. Bunga bir nechta misollar bor. Kameraga aytish mumkin bo'lgan ismlar bilan aytib bergan bo'lardim. Qatori 2-3 yil oldin bozorda bor edi. Hozir u yo'nalishda kim unga yetadigan bo'lsa, qo'y bormagin ularning yoniga, ito'ani baraka topmaysan deb javob berishadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda agensiya. Agensiya agar 2,5 mingdan yuqori proyekt oladigan bo'lsangiz, yashab qolish ehtimoli ancha yuqoriroq bo'ladi va ertaga masshtabirovich qilish ehtimoli ancha yuqoriroq bo'ladi. 1,5 ming dollardan, 1000 dan, 500 dan, 600 dan, 800 dan proyekt olasizmi? Ishonavering, yaqin 1 yilda hech kim kerak emas mutaxassis bo'lib qoladi. Chunki eng arzon loyihalardan bittasi, eng arzon cheklardan bittasi O'zbekiston bozorida. Andijonda bo'ling, Xorazmda bo'ling, Samarqandda bo'ling, vaqti farqi yo'q. Любой viloyatda hozir kunda O'zbekistonda katta chekka sotsa bo'ladi. Bunga bir nechta bizning o'quvchilarimiz ham misollari bor. Ba'zi eng chet viloyat Nukus o'zida ham 13 ming so'mdan sotishadi shaxsiy brendni o'zini. U bola Sherzod degan bola birinchi o'zi shaxsiy brend olib kirgan. Bu narsani nima uchun aytayapman? Eng chet viloyatda ham odamlar pul to'lashga tayyor. Qachonki to'g'ri uslugani upakovать qilib sotishni bilsangiz. Главный bu yerda birinchi maqsad qimmat sotishni o'rganish. Qimmat sotishni o'rganishni boshlamadingizmi, ishonavering, keyingi steplaringizda aniq qoqilasiz. Nimaga o'zi qimmat sotish kerak? Birinchidan, agar arzonga ishlaydigan bo'lsangiz, 2 yil oldingi Nosir bo'lasiz. Operatorni ham tepasida o'zingiz turasiz, montajyorni ham tepasida o'zingiz turasiz, PM ham ola olmaysiz. Hamma narsada mayda-chudasigacha o'zingiz aralashishingiz kerak. Nimaga? Qattandir foyda qilish harakatida bo'lasiz. Lekin qattandir foyda qilish uchun kimdir xodimni ishdan bo'shatib yuborish kerak, uni o'rniga o'zingiz o'tirib ishlashingiz kerak. Bu narsa har doim ko'p ishlashingizga olib keladi. Ko'p kerak emas mayda-chuda ishlarni qilganingizdan keyin fokusingizga yetadi, hech qachon agensiyaning oborotini ko'tara olmaysiz. Hozir O'zbekistonda 80% media mutaxassislar xuddi shu tempda ishlaydi. O'zi arzimagan 1,5 ming dollarga loyiha oladi, bo'ldi. Rutinniy ishni har kuni o'zi qiladi. Montajyor bilan o'tirib talashadi, post qiyish u deydi, klient u deydi, bu deydi, o'tirib mana shunaqa mayda-chuda ishlarni hal qiladi. O'shani hisobiga ham na u strateg bo'ladi, na u agensiya rahbari bo'ladi, na bir xodim boshqara oladigan odam bo'ladi. Nimaga? Chek arzon. Uni ham to'g'ri tushunaman, to'shda puli yo'q, boshqa odamga berib outsource qilib olish kerak. Lekin o'sha imkoniyatingiz bo'lishi uchun birinchi o'rinda qimmat sotishni o'rganishingiz kerak. Agensiyada arzon chek hech qachon katta umrda yashab qolmaydi. Xo'p, qanaqa qimmat sotiladi? Qimmat sotish o'zining qonun qoidalari bor. Odam sizdan nimadir sotib olganda, birinchi o'rinda o'zingizning mahsulotingizga, o'zingizning xizmatingizga o'rin bo'lishingiz kerak. Ikkinchidan, nima taklif qilayotganingizni bilishingiz kerak. Undan oldin muhim narsa nima klient xohlayotganini bilishingiz kerak. Bizda nima sotishyapti hozir? Yo podpishka sotishadi, yo post sotishadi, yoki target sotishadi, nimadirlar sotishadi. Lekin chuqur mohiyatiga chuqurlashadigan bo'lsa, odam shaxsiy brend qiladimi, SMM qiladimi, video oldiradimi, target yoqtiradimi, global maqsad sotuv. Raz o'sha yo'lga kiryaptimi, raz u Instagramga kiryaptimi, bo'ldi, uni oxirgi etapi boradi sotuvga. Ya'ni klient cho'mchagiga pul tushsa, sizga har doim tayyor bo'ladi ko'proq pul berishni. Bu degani klientga "Ke, sherik bo'lmanga" yoki "Ke, sotuv qilganingdan pul beraman" degan rozi bo'linglar demayapman. Bu gapim bilan sotishni agar aniq 1-2-3 ta instrumentni o'rganib oladigan bo'lsangiz, aniq nima xohlayotganini bilib turib, o'shanga yarasha yechim berishni o'rganib oladigan bo'lsangiz, o'shanga yarasha produktingizni to'g'irlashni o'rganib oladigan bo'lsangiz,
любой odamga любой uchastka sotsangiz bo'ladi. Men yaqinda misol 15 ming dollarga logistika yo'nalishi bo'yicha kelishib keldik Sardor aka bilan. Umuman hayotim davomida u odam bilan ko'rishmaganman yoki yonidagi yordamchisi bilan umuman ko'rishmaganman. Bir marta bordim, 1,5 soat o'tirdim, 90% odamni eshitdim, 10% gapirdim, taklif berdim, joyida hal qildik, pulni oldik, gaplashdik, do'gur qildik, keyingi haftadan ish boshlaymiz. Va bunga o'xshagan klientlar bozorda bir nechta. Endi savol paydo bo'ladi, qanaqa? Qayerdan men buni chuqurroq o'rgana olayman? Bizni offline mentors do'konimiz bu aynan media sohasida ichidagi mutaxassislar uchun. Shu paytgacha 100 taga yaqin bola o'qigan bo'lsa, 85% rezultatda. Ya'ni 85% hozir agentsiyasi bor, katta loyihalar oladi, katta chekda oladi, komandasini tizimlashtirgan va bu potokda qo'shimchasiga AI bilan tizimlashtirishni ham qo'shganmiz va komandani qanaqa qilib o'zingiz kam xarajat bilan qimmat chekka olib turib, ya'ni yaxshiroq tizimlashtirishni to'liq darslarni qo'shganmiz. 2 oylik offline mentors haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, videoni ko'rishingizdan oldin pastdagi link orqali o'ting, hamma ma'lumotlaringizni to'ldirsangiz, o'sha yerda sizga bir sezonda yoki men sotuvchim aloqaga chiqamiz va o'sha yerda to'laqonli sizlar bilan bu produkt to'g'ri keladimi yoki yo'q maza qilib gaplashamiz. Ikkinchisi, hop qimmat sotdingiz, o'zingiz bilardirsiz, o'zingiz 2,5 mingdan yuqori chekda sotarsiz. Keyingi qilish kerak bo'lgan narsa bu rezultat. Klientning rezultatini nimadirda o'lchash kerak. Rezultatga har doim agar nosir aloqasi bo'ladigan bo'lsa, agar rezultat har doim nosir bo'lgan uchun bo'ladigan bo'lsa, bu agentство emas, bu hunarmandchilik. Ya'ni men o'zimni qo'limda olib nimadir o'zim yasab o'tirganga o'xshayman. Men bo'lsam ish yuradi, men bo'lmasam ish yurmaydi. Agar xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, ishonavering, ya'ni uzoqqa, ya'ni yarim yil, uzoq umringiz yarim yil. Chunki shu etapda yashagan nosir sifatida aytaman. Yarim yil bosib ishlaysiz, yarim yil zo'r qilasiz, yarim yil zo'r proyekt olasiz, yarim yil davomida zo'r ishlaysiz. Undan keyin nima bo'lishini men sizga 1-2-3 aytib beraman. Birinchidan mazangiz qochadi, kasal bo'lasiz. Ikkinchidan burnout bo'lasiz, ya'ni выгорание bo'lasizda, hech nima qilgingiz kelmay qoladi. Uchinchidan energiyangiz bo'lmagandan keyin klientlar bitta chiqib ketishni boshlaydi. To'rtinchidan finans noto'g'ri yurg'izgan bo'lasizda, itak arzonga ishlagansiz, 6 oy ishlagansiz, mana qimmatga ishlagan taqdiringizdan qo'lingizda hech qanaqa puli yo'q borib chetga chiqib dam olib kelishga. Mana shu etaplarni ketma-ketligida bu natija bo'lmaydi. Natija bo'lmagandan keyin itak klientga pul to'lamaydi, yana mazangiz ham bo'lmaydi qo'shimchasiga. Agentство xuddi shunaqa nеблагодарный biznes qachonki to'g'ri yuritmagunizcha. Men mana shu biznesda 5 yildan beri yashab kelaman. 5 yil ichida hamma narsani test qilib ko'rdim. O'zim chiqib ketib ham ko'rdim, qoldim ham, ishladim ham, o'zim fokus ham berib ko'rdim. Har bitta holatda eng важныйлari nimaligini bilib oldim. Birinchisi bu rezultat. Rezultatni ikkita narsada o'lchaymiz. Bittasi bu lead generatsiya, bittasi bu content. Ya'ni ikkita tomondan siz zo'r bo'lishingiz kerak. Contentni istalgan akkaunt keldimi, istalgan tadbirkor keldimi, istalgan yo'nalishda keldimi, bo'ldi. Bitta olib turib o'shaning contentini nimadir chiqarib, kattaroq auditoriyaga olib kirishni o'rganishingiz kerak. Nimaga? Chunki hozir kunda eng qimmat narsadan bittasi bu trafik. Trafik bu auditoriya soni bo'lishi mumkin, prosmotr bo'lishi mumkin. Ya'ni siz tadbirkorga trafik sotishni ham bilishingiz kerak. Ya'ni men keldim siz yoningizga, men aytaman, "Davaychi, men shaxsiy brendimni yuritib beraylik." Bo'ldi, aka, keling. Necha pul bo'ladi? 3000 dollar bo'ladi. Bo'ldi, nima olaman? Misol, nechidir mingta podpiska olaman, nechidir mingta prosmotr olaman. Ya'ni men hozir kunda qanaqadir darajada menda axlat bo'lishi kerak. Zo'r, podpiskalarni yorib olishingiz mumkin, buzib olishingiz mumkin, lekin keyingi etapi bor. Lead generatsiya. Masalan, men uslugimni sotaman. Men uslugim 5 mingdan. Lekin men shunaqa period bo'lib qoldi, men ikkita sales qilishim kerak. Qaysi ikkita proyektim chiqib ketdi. O'rniga ikkita to'ldirib qo'yishim kerak. Qayerdan men klient chiqazib berasiz? Faqat reels qo'yib turib klient chiqaza olmaysiz, uni o'lcha olmaysiz, analitikasi yo'q. Lekin sizga voronkalar kerak bo'ladi. Biz spetsial voronkalar tayyorlaganmiz. O'sha voronkalar orqali sifatli, sotmoqchi bo'lgan, puli bor, realniy klientga o'xshagan odamlarni chaqiramiz va leadlarni tushirib beramiz klientga. O'shaning hisobida ham bizda do'g'urlarni hozir ochib ko'rsatib beraman. O'zida ham yilning oxirigacha cho'zishgan. Yilning oxirigacha bizda film plan bor. Nimani hisobiga deydigan bo'lsangiz, odamlar biz orqali pul topyapti, biz orqali auditoriya tiyapti, biz orqali o'zini biznesini ko'taryapti va bizga qayta pul tikishga tayyor. Ikkinchi etap to'laqonli razbor qildik. Endi uchinchisi jamoa. Yaxshi jamoani hamma tuzish kerakligini biladi, lekin yaxshi jamoa qanaqa bo'ladi, kimlardan iborat bo'ladi, nimalar bo'lish kerak, qanaqa bo'lish kerak, hech kim 1 2 3 4 5 stepda aytmaydi. Yaxshi jamoa degani bu 20 talab, 50 talab xodimlarni bitta joyga yig'ib qo'yib, har bitta zadachani mayda chuda qilib bo'lib berish emas. Yoki juda ham kam xodimlarni olib, ekonom qilib, hamma ishni o'z qilib yurish emas. Ikkita toifaga bo'linadi agentство qotganlar. Bittasi o'sha qiziqmaydi ham, finansiy ham bilmaydi, rasxodni ham bilmaydi. Prosta agentstvodan 20 ta o'ziga odam oladi, 3 ta loyihasiga. Lekin oy oxirida qaraydigan bo'lsa, topgan pulini faqat mamutdan oladi, mamtim dom tarqatadi. Boshqa hech qanaqasiga o'ziga pul qolmaydi. Yoki ikkinchi variant bor, nima qiladi? Ekonom qiladi. Men o'zim mobilografiya qilay, men o'zim videografiya qilay, men o'zim montaj qilay, o'zim storiesni qo'yay, postini o'tirib o'zi qo'yib o'tiradi. Agar postini hali ham o'zi qo'yib o'tirgan bo'lsa, prosta like bosib keting, shu bilik hachab ismingiz chiqmaydi, qanchalik sizlar ko'pliginglarni. Ismingiz chiqmaydi, xotir olmaydi like bosganinglar. Prosta realni hozirgi holat shunaqa. Bu uyaladigan narsa emas, bu urushadigan narsa emas, bu ani bekinib ha rostdan shunaqa edi deydigan narsa emas. Rostdan tan olish kerak bo'lgan narsa. Men eslolmayman, o'zimning akkauntimdan boshqa qachon biron akkauntga kirib post qo'yganimni. Oxirgi 2 yildan beri men o'zim qo'ymaganman. Chunki shunaqa melchni ishki,
Prosta olib komandadagi bolaga topshiradigan ish. Agar hali ham shuni topshirmasdan o'z qilib o'tirgan bo'lsangiz, uni videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aniq sizda muammo bor. To'g'rilamasangiz, ishonavering 2027-yildan bozordan chiqib ketadi. Komanda qanaqa shakllantiriladi? Komandada kerak xodimlar bor va to'g'ri narx berish bor. Bir xillar bor, juda ham ekonomichni oladi, xuddi aytgan bir xillar bor, juda ham rastrat qiladi. Har bitta kategoriyaga bo'lib olish kerak. Nima modelligiga qarab turib kerakli xodimlar bor. Masalan, bizning shaxsiy brend modeli kimlar kerak? Operator kerak. Operatorni biz har bitta syomkasiga kelishganmiz. Syomka qilsa pul oladi yoki olmaydi. Montajyor bor. Montajni bozorda $45, $50 olmaydi. Biz qilayotgan montajlarni juda ham arzon, juda ham kompakt narxda gaplashganmiz. Uni mentorsda aytamiz, qanaqa gaplash kerak, nima qilish kerakligini. Uchinchisi kerak bo'ladigan xodim bu PM. PM qiladigan zadachasi syomkani o'tkazish, menga kontentni yozib olib kelish, syomkadan keyingi materiallarni bolalarga tezasini berish, operatorlarni bitta joyga yig'ish, ya'ni hamma texnik ishni PM qilish kerak. Eng ko'proq oladigan xodim ham PM bo'ladi va eng vajniy xodimlardan bittasi ham PM bo'ladi. PMni noto'g'ri tanladingizmi? PMni to'g'ri tanlay olmadingizmi? PMni to'g'ri filtr qila olmadingizmi? PMga to'g'ri kriteriy bera olmadingizmi? Bo'ldi, ishonavering, mana bu yerda qolgan hammasi qanaqa zo'r bo'lishi umuman qiziq emas. To'rtinchisi targetolog. Targetolog ham juda zo'r bo'lish kerak. Chunki ras klientlar sizga qanchadir budjetini ishonib beryaptimi, haqqini bo'ldi, o'shanga mos lead generatsiya qilib berishni bilish kerak. Varonkalarni bilish kerak. Siz bilan obsujat qilishni bilish kerak. O'tirib reklamni kreativ yozishni bilish kerak. Targetolog bu продвигать knopkada kirib turib, pashshani profiliga yoqadigan odam emas. Targetolog bu ham bitta strateg. Qanaqa leadlarni arzonlashtirish, qayerda nima qilish, har bitta analitika bilan ishlashni bilish kerak va eng muhimi o'zingizning tajribangiz bo'lishi kerak komanda boshqarish bo'yicha. Tajribangiz bo'lmadimi, hech qanaqa foydasi yo'q. Biz EOS degan tizim qilganmiz. Men hozirlarga qisqacha bo'lsa ham tushuntirib beraman. Bu bizda EOS tizimi. Bu yerda har bitta loyihani haftama-hafta qilingan rezultatlari bor va haftama-hafta har bitta bo'limlar bor. Masalan, bitta xurshdagi proyektni oladigan bo'lsa, auditoriya mana haftadan haftaga qancha o'syapti, axlatlar qancha o'syapti, post sonlari qancha chiqyapti, botda bo'layotgan bo'lsa har haftalik teza, ya'ni haftalik tezada mana bu yerda har bitta xodim bor. Подписчик, просмотр, охват, качество rilsa, mana bu yerda qo'yilmagan, to что okan o'zlarining mazalari bo'lmagan, shuning uchun botda kontentlar chiqmagan, botda mana haftalik anaqada zadachalarda qaysi biri qilingan, qaysi biri qilinmagan hammasi bor. Syomka 1 marta bo'lgan, 1 oy davomida montaj 5 ta bo'lgan, target pakajda yoqilmagan, botning rezultatlari mana nechta lead tushgan, botda nechta lead tushgan, har bitta lead nech puldan tushgan, общий hisobda haftalikda qancha ishlatilgan, ya'ni hamma narsa botda tizim qilingan va botda hozir tushunmasanglar ham Главныйsi qanaqa metrikada ishlashimizni ham tushunib olishinglar. Bizda haftada 2 ta miting bor. Dushanba kuni soat obedda biz o'tiramiz. Butun komandaning hamma a'zolari kiradi, to'plam ham kiradi. O'tiramiz, har bitta loyiha bo'yicha metrikani to'ldirib kirgan bo'lishi kerak. Ya'ni bizda bu bir hafta ichida nima zadacha qildi, loyihada qanaqa o'sish qildi, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nechta syomka bo'ldi, nechta montaj bo'ldi, finanslargacha даже hisoblab chiqqanmiz. Prosta o'sha tablitsani to'ldiradigan bo'lsa, bizda avtomatik kimni oyligiga qancha chiqadi va rasxodida plan faktdan o'tib ketyapmiz ham yo'qmi aniq ko'rinib turadi. Mentorda nima qilamiz? Xuddi shu tizimni o'zingizga moslashtirishni o'rgatamiz. Har bitta etap bo'yicha, har bitta loyihalar bo'yicha, har bitta narxlar bo'yicha. O'shandan keyin bizda oxirgi bir oyda mana shu tizimni qo'yganimizdan keyin 150% gacha proyektda rezultatlar o'zgardi. Ya'ni undan oldingi holat bor edi va hozirgi holat. Eng muhimi nimada? Bu 150% ga o'zgargan, nosir ishtirok kamaydi. Ya'ni men Vyetnamga chiqib keldim, Maldivga chiqib keldim, yaqinda Qozog'istonga chiqib keldim. Umumiyda qaraydigan bo'lsa, Toshkentda 10 kun, 12 kun bo'ldim. Lekin qolgan payt bo'lmagan holatimda agentствоda 150% o'sish bo'ldi. Lekin chetga chiqqan paytdan to'g'ri notebookni ochib qanaqadir o'zim ishlarimni qildim, lekin agentствоda o'tirib, mana post nima bo'lyapti, mana video nima bo'lyapti degan narsalar bo'lmadi. Haftada 2 ta majlisimiz bor. Bittasi dushanba, bizda EOS meeting bo'ladi, juma kuni demo bo'ladi. Juma kuni biz har bitta proyektni nimani yaxshisi bo'ladi, xuddi o'tirib dars beraman. Hozirgi YouTube'ga dars berayotgandek. Xuddi shunaqa ketma-ketida o'rgataman, xuddi shunaqa ketma-ketida dars beraman va undan keyin vazifalar beriladi, shtraflar beriladi. O'shani olib ishlatishadi. Ya'ni tizimda bizda 2 ta meeting bor. Uni to'laqonli xudo xolasa mentorsdan o'zida ham tushuntirib beraman. Главный 3-faktorda bizda komanda. Komanda zo'r bo'lmasa, o'zingiz eng zo'r mutaxassis bo'ling, eng zo'r основатель bo'ling, eng zo'r lider bo'ling. Boshqara olmayapsizmi, yaxshi kadr yig'a olmaydingizmi, yaxshi reglament bera olmaydingizmi, yaxshi tizim qilib bera olmaydingizmi, foydasi yo'q. Prosta olasiz, uxlab ketasiz. Hech qanaqa ishni o'zingiz qila olmaysiz. To'rtinchisi bu finans. Ya'ni mana shunday shaxsiy brend yoki agentsiyasi bor odamlarni bilaman. 7-8 ming dollarlab yoki 10 ming dollarlab loyiha oladi, 5-6 ming, 7 ming rasxodlar qilib tashlaydi. Ya'ni o'tda ham model o'zgarmaydi. Kelishib olaylik. Maqsadimiz nima agentlik qilishda?
ko'proq pul topish, odamlarga qiymat berish, to'g'rimi? Biz ehson qilmayapmiz, yokidan tekinga ishlayveramiz demayapmiz, yokidan savob uchun ishlayveramiz demayapmiz. Ya'ni baribir konечный tegi maqsadimiz yaxshiroq daromad qilish. Ochiqchasi gaplashaylik. Yaxshiroq daromad qilmoqchi bo'lsangiz, sizda aniq matematika bo'lishi kerak. Necha pul bitta proyekt ishlatib olasiz? Nima oyma-oy fiksional rasxodingiz bor? Nima bitta proyektdan qancha rasxod berasiz? Qanaqa film planingiz bor? Qanaqa sales planingiz bor? Qanaqa o'zgarishlar bor? Hammasini ko'rsatib berishingiz kerak. Men ko'rsatib beraman, faqat raqamlarni yopib qo'yaman. Bu oyda 38200, keyingi oylarda qaraydigan bo'lsak, bizda gadovoyda 50 mingga chiqishimiz kerak. 50 ming bu sof foydaga chiqishimiz kerak. Hozirgi kunda оборот haqida gaplashyapmiz. Va bu yerda menda hamma narsa detalli yozilgan. Ya'ni hozir klientlarimdan qancha pul olaman, sredniy chekim qancha, bitta klientimdan privilim qancha, bitta klientimga rasxodim qancha, klientlarim nechtagacha o'sib boryapti. Men arenda ofisi, internet, buxgalter, prochi, assistent, komandirovka, ya'ni biz Samarqandga, Qozog'istonga chiqib keldik yaqinda. Xuddi shunga o'xshagan komandirovkalar bo'lishi mumkin. Klientlar bilan o'tirib ujin qilishim bo'lishi mumkin. Dacha bor komandani olib chiqishga, target rasxodlar bor, shu proyekt olishimiz uchun. Har bitta moment hisoblangan. Bu yerda ketdi xodimlar. Men ikkita PM, syomka, montaj hammasi qancha ketyapti, qancha rasxod ketyapti, hamma narsa detalli hisoblangan va oyma-oy plan fakt bor. Oyma-oy biz chek qilamiz, oyma-oy tekshiramiz. Ya'ni to'g'ri ketyapmiz ham, noto'g'ri ketyapmiz ham, yaxshi ketyapmiz ham, ketolmayapmiz ham, ya'ni aniq 1 2 3 4 5 bizda plan bor. Даже sales plan ham bor. Bu oyda sales planni qaraydigan bo'lsangiz, ikkita sotsam bo'ldi. Eng kam 4 mingdan deyilgan, atak mana bu yerda o'zi 5 mingdan sotganmiz. To'g'rilab qo'ysam ham bo'ladi. 5 mingdan sotganmiz. Eng kam 4 ming, atak zadachamiz bu yog'iga 5 mingdan ikkita proyekt mana shu oyda yopish. Ya'ni keyingi oyda yana ikkita proyekt yopish. Mana shunaqa qilib sekin-sekinlik bilan tizimlashtirib, komandani va agentstvani оборотini sof foydasini, оборотini demaylik, sof foydasini 50 ming dollarga yil oxirigacha olib chiqishim kerak. Biz sizlarga qanaqa 10 ming qilish haqida gapiryapmiz. Bu bo'yicha ham, finans bo'yicha ham xudo xolisa mentorlikda ko'proq ma'lumot beraman. Bu videoni nima tayyorlayapman? Чтобы tushunib, hadeb bitta muammo bilan yurilmaydi. To'g'rilamaguncha o'zgarmaydi. Hech kim kelib o'zgartirib qo'ymaydi. Va bitta narsani tushuning, agentstvangiz qarzdami, hozir pul yopa olmayapsizmi, nimadir bo'lyapti, hech qachon yana bitta proyekt olsangiz yaxshilanmaydi. Faqat kashaga kirib ketaverasiz, faqat birovni proyektini eski proyekt puli bilan yopib yurasiz. Bu to'yga qaraydigan bo'lsangiz, 2023-yilda Nosir bo'lasiz, который 70 ming dollar qarzda. Unikini bunga olib yuradigan bo'lsangiz. Shuning uchun keling, ilmini oling, ketma-ketligini aniqini biling va o'zi o'rgansangiz bo'ladi. Undan tashqari, 5-muhim narsa, hozir zamon rivojlanyapti va biz Cloud AI da o'zi content assistent yaratdim va men buni polnoценный o'qitib chiqdim. 17 ta fayl, даже Hormuzini dajani insightlari bor, kitoblari bor. Hamma narsani men beryapman, instruksiyalargacha berganman. Har bittasini o'qib chiqqanman. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta loyihada kerak bo'lsa o'zi o'tirib kontent yozyapti va kontentni qanaqa yozyapti desanglar, Nosirdek yozyapti. Bo'l, boshqa variant yo'q. Nosir qanaqa yozsa, xuddi shunaqa yozadi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, buni qanaqa qilganimni men o'rgataman. Har bitta men e'tibor beradigan joyimni cloudga berib, o'qitib o'rgatib chiqdim. O'sha narsalardan foydalanib, men qanaqa fikrlasam, men qanaqa kontent qilsam, men qanaqa reklamni offer yozsam, men qanaqa varonka qilsam, xuddi shunga bo'lyapti. 1 2 3 4 5 moslashtirib beryapti. Cloud AI hamma ishim bo'lyaptimi? Yo'q. Lekin 80% ishimni tezlashtirib beryapti. Любой paytda bo'ldi, palonchi, davay, men o'zgartiraman, brat deyman, davay, brat o'zgartiraman buni desam, menga uzoq bilan 5 minutda tayyorlab beradi. PM menga soatlab tayyorlab beradigan ishni menga 5-10 minutda hal qilib beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni xodim ishchi kuchini keyinchalik kelajakda kamaytirish imkoniyatini qilib beradi va uni ham xudo xolisa produkt davomida offlaynda ko'rib chiqamiz. Offlaynda pastki hozirgi video yozayotgan paytimizda 11 ta joy bron bo'lib bo'lgan, bizda yana taxminan 19 ta odam qabul qilishga imkoniyatimiz yetadi. Shuning uchun pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting, ma'lumotlaringizni qoldiring, YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolisa aloqaga chiqamiz, yo sotuv menejer yoki o'zim aloqaga chiqaman. To'laqonli gaplashamiz. Produkt to'g'ri keladigan bo'lsa, 25-iyundan nasib xudo xolisa to'laqonli produktni boshlaymiz va offlayn 2 oy sizlar bilan keyingi etapga mana shu bo'lgan har bitta muammolarni ko'rib chiqishga va agentstvalarni eng kam 10 minggacha olib chiqishga birga harakat qilamiz. Menga kelsanglar ertaga 10 ming topasiz degani emas. Menga kelsanglar qanaqa 10 ming topishni o'rganasizlar va harakatning sababini qilsanglar, xudo xolisa undan katta rezultatlar qilsak bo'ladi. Chunki aytganimdek, 100 tadan 85 ta bola o'zining agentstvasi bor, который oyiga 5 mingdan 15 ming dollargacha oyga aylantirishadi va sof foyda topadiganlar eng kami 3-4 mingdan boshlab turib 10 ming dollargacha sof foyda topadigan bolalar ham bor. Bu o'zi ishlab turib, hali uni katta agentstvada qilmay turganlari ham bor va agentstva qilib turib katta proyekt qilganlari ham bor. Buni bolalar haqida informatsiyani xudo xolisa sazonda to'laqonli sizlarga tashlab beramiz. Ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun kerak bo'lsa Telegramlarga aloqaga chiqib so'rab ko'rsanglar bo'ladi. Shu bolada o'qiganmisan, yo'qmi deb. Xudo xolisa offlayn mentorlikda ko'rishguncha va keyingi videolarni nasib kutib qolinglar.